Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Samarqand Pastarg'om juma bozorini ho'kiz narxlari 4-iyul sanasidan videoni boshlayapmiz. Ho'kiz narxlarini tanishtirib o'tamiz. Ular holatlarda. Akamizni ham olyapmiz mana aka. Qadrdonlar, bozorga ranglari ko'k bo'lsa-da, endi shvit deymizmi, qanaqa bu? Shvit baroda aka. Zo'r. Nechi bilan so'rashyapti? 1.5 Nechi pulsiz aka? Ish baho qo'yadi. Buni o'ziga. Bunisigachi? Bunisiga 28 bu uchalasiga. Uchalasi 28 dan baho qo'yilyapti. Buni o'ziga 35 million qo'yilyapti. Bu nimasi bilan ortiq aka? Visi og'irroqmi? Bozor nechta so'radi odam? 31 million 200 qolganichi? Bular bir joyga 25-200 25-200 dan bir joyga bular so'rab turibdi, ha? Nomer shartmi? Ayting. 97lik. 97lik. 393 9179 raqamlariga bog'lanamiz. Ho'kizlarimiz ko'rinishlariga e'tibor qilinglar. Yaxshi, savdosini bersin. Keyingi ho'kizimiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yo'qqa terichi ekan. Nechta so'rayapti o'zi? 25,5. 25,5 ga yo'qmi? 25,5 ga yo'q. To'g'risini aytavering qani? Aka, boshqatdan ayting. 22 so'radimi? 22. Yaxshi, 22 million bozor so'ragan, yaxshi. Olasiz. Borini bor chiqaramiz. Kimdan ekan bu ho'kizlar, ey? Hali. Nechi bilan ketdi bular? 61. Ikkalasi 61 million ketdi. Zo'r. Savdosini bersin. Buni nechi so'rayapti? So'rayotgan nechi pul? 24 bozor so'rayapti, ha? Zo'r. Savdosini bersin. Assalomu alaykum akalar. Bugun bozorda bitta menma deyman-a? Xudo xolasa, nasib. Soatim mana yigit buni. Gibrid desak bo'lmaydi-a? Mesnilardan-a? Mesni bola aka. Yaxshi, lekin cho'zimli ekan, gazli molcha ekan. E'tibor qilasizlar. Tish buzgan-a? Tish buzmagan. Necha pulga so'rayapti bozor? 28 kam bor deyapsiz aka, 25 million 100 so'radi. 28 kami bor, 25 million 100 ming so'm bozor narx so'rabdi. Qo'shsa beraveradi. Xudo xolasa. Nomer qo'yamizmi, shartmi? 94lik. 94lik. 434 434 91 93 raqamlariga bog'lanamiz. Zo'r, savdosini bersin. Tak. Keyingi ho'kizlarimizga yuzlanamiz. Nechi bilan bozor so'rayapti? Nechi bilan so'rayapti? 35 dan deyapman. 35 milliondan aytilyaptimi? Ha. Nasibsa 90 million so'ralyapti. 90 million so'rab turibdi. Qo'shsa beramizmi? Nima qo'shsa beramiz deyapti. Zo'r, savdosini bersin. Dalish yurishamiz. Keyingi ho'kizimiz boya aytganimizdek Mickey Mouse'ga gibrid holatda nasibsa izi bor deyapti. Faqat Mickey Mouse gibrid emas, Mickey Mouse'da 100% parodalardan bor deyapti. Aka, bozor nechi qildi? 32 so'rayapti. 32 million bozor so'rab turibdi. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz, aka. Yaxshi. So'ragani 32 bo'layotgan bo'lsa, qo'shsa beraveramiz. Nomerni ayting. 94lik 94lik 192 86 85 raqamlariga bog'lanamiz. Izi ko'p juda deyapti. Chiroyli holatda xohlagan molidan bor. Zo'r. Savdosini bersin, gazlariga e'tibor qilamiz. Yaxshi holatda turibdi. Orqa kengishlari ham juda ham yaxshi molimiz. Zo'r. Aka, savdosini bersin. Keyingi molimiz. Aka, buni semental deyolmaymiz, ha? Gibrid ha bu ham. Buni ham gibrid deyapti. Nechi pul so'rayapti aka buni? 33 million bozor so'rabdi. Yaxshi molimiz. Nomer shartmi? Nomer shart emas deyapti, qo'yish. Akalar, lekin mol yaxshi.
zo'r ko'rinishlari. Tush so'ragan. Savdosini bersin. Dars yurishamiz. Necha puldan so'rayapti? Bir ov so'ragan yo'q, ha? Narxini necha pul so'rayapti? Ha. Ne savdo qilmayapti, aka? Kelyapti, 18,5 millionga qo'ygan o'zi bu. Xo'p. Yaxshi. 18 ga o'zi tushib turibdi bu. 18,5 millionga qo'ygan. Olingan. Hazillar so'rasa 20 million so'rayapti. Hazillash so'rasang. Ha, orqalardan bir o'ting. Yaxshi. Nomer berasizmi? Nomer shart emas. Shart emas, ha? Savdosini bersin. Zo'r. Bu mollar so'rab deydi, birov nomer izlamaydi deydi, orqasi deydi, kirib ketgan deydi, dumi kalta deydi, shoxi uzun deydi. Gapi. Lekin akalari nasib bilan nima foyda qilaydi chiqarib turib. Savdosini bersin. Dal savdo o'tamiz. Savdosini bersin. Xo'p. Keyingi o'kishchalarimizga yuzlanamiz. Bularni gibrid deymizmi, nima deymiz? Simentali bor. Ichida radnoylari. Ikkitasi radnoy, ikkitasi gibrid. Qaysi uchtasi? Bu choy radnoy, ikki chakadagi gibrid. Qadrdonlar biz aniqroq chiqarishga harakat qilamiz. 1, 2, 3. Uchtasi radnoy deyapti, 100 ga 100 ta deyapti. O chekkadagi bilan mana bu ikkalasi gibridcha deyapti. Bozor nech puldan baho qo'yilyapti? Biza aka 25 dan deyapmiz, bozor 25 dan so'rayapti. 25 dan deb aytilyapti, 20 million 500 dan bozor so'rab turibdi. Tog'a so'rayapti. Tog'a 20 milliondan bir joyga so'radi. 20 milliondan bir joyga. Bir joyga so'radi, bo'lmasa qo'shmas, bermadi. Bermadi. Bering yaxshi so'rabsiz-ku. Kami bormi? Endi tirikchilik aka. Kirib kelishni ish bilan tushgan sizga. Kirib kelishi endi 19-20 aylanganmi? balandroq tushganda bo'lmasa 20 dan beraverasiz. Ha, balandroq tushgan. Masalan 20 dan beradi, ha. Yaxshi, savdosini bersa nomer qo'yib yuboramizmi? Ayting. 90lik 90lik 880 880 68 48. 68 48 raqamlariga bog'lanamiz. Zo'r. Savdosini bersin. Dalis yurishamiz akalar. Mana bu yerga yakka holatda yoki ikkita holatda chiqqan. Aka nech pul so'rayapsiz shuni o'zi? So'ragan nech pul shunga? Necha? 22 bozor so'rayapti. Qanday aka? Sizlar yaxshimi? Kayfiyat zo'r. Rahmat, shukr. Zo'r. Mayli. 22 million bozor narx so'rabdi bunga. Yaxshi. Unisigachi? 21 deyapman. Bunisiga 21 million baho qo'yilyapti. Orqalariga qaraymiz. Buni hech bor. Yaxshi. Savdosini bersin aka. Keyin o'kishamiz. Nech pul ekan bu? 20 So'raganichi? So'ragani 17 million so'rabdi. 20 million baho qo'yilyapti. Yaxshi holatda turibdi. Nomer qo'yamiz shunga. Nomer beramizmi? Shart emas. 97lik 579 0888 raqamlariga bog'lanadi. Mana shu o'tkazimiz egasining raqamlarini qo'yib o'tdik. Mana odam ko'ring birat deydi, lekin borki Angusman deganda borki zo'rini chiqaryapti-da, lekin. Qalay, yaxshimisiz? Kayfiyatli, tinchmi? Zo'rmisiz? Angus desa bo'laveradimi? Gibrid aka chista emas, mana bu Mickey Mouse chista. Javobmi? Ha, javob. 100 ga 100 turib bera olasiz ko'ndalang, ha? Gapingizga. Qadrdonlar, akamiz gapimga 100 ga 100 turib beraman ko'ndalang deyapti. 100 ga 100 Mickey Mouse deyapti. Ikkitasi Angusga gibrid holatda deyapti. Narx nech pul qo'yamiz bularga? Aka ikkoni bozor 45 million so'rayapti. Aha. 46 million so'rayapti. 46 bo'lsa ketadi. 2. 27 million so'rayapti aka. 28 dan oshib sotamiz buni. 27 so'rabdi ekan, 28 dan ozroq oshsa ketadi deyapti. Bu tuyoqlarga qarang, qanday stakan. Stakan tuyoqcha ekan, lekin realni akamiz o'zi ko'ndalang turib beraman deyapti. Mana shuni Mickey Mouse'ligiga. Yaxshi, savdosini bersin. Keyin o'kizlarimiz.
Sizdan aka? Bizdan aka. Necha pul so'rayapti aka? Uchovini 60 so'rayapti. Uchalasini 60 million so'rab turibdi. So'rab turibdi. Kami bormi? 60 million so'rayapti bozor. Bozor so'rayaptimi? Mana. Uchalasiga endi 20 milliondan 60 million bozor so'rabdi. Nasib qilsa qo'shsa beramiz, ha? Nasib qildi. Necha puldan non qo'shsa berasiz? Bilmasam men 70 beryapman, ular 60 beryapti. Oho, 10 million o'rtada o'yin bo'lyaptimi? O'rtamga 10 milliondan o'yin bo'lyapti. Yaxshi. Savdosini bersin aka. Keyingi kutishamiz aka. Semental deymizmi buni? Gibrid deymiz, ha? Qadrdonlar Samarqand Pastarg'om Juma bozorida unchalik darajada yolg'on yo'q. Mana aka, semental deymizmi deb turib yuzlanyapmiz, ukam gibrid mol bu deb turib aniqni aytayapti. Necha pul deymiz aka buni? 25 million deyapmiz, xayriga o'tib beramiz. 25 xayriga biron o'tiladi. So'ragan necha pul? 23 million so'rayapti. 23 gacha chiqqan, ha? 23 gacha chiqdi, zo'r. Savdosini bersin, bitta nomer qo'yamizmi? Shart emas. Zo'r. Xo'p, dals yurishamiz. Aka necha pul so'rayapti buni? 16 million bozor so'rayapti. Yaxshi. Boy aka bular necha pul so'rayapti? 20 milliondan bozor so'rayapti. Bular. Zo'r. Bunga necha pul so'radi aka? 18 so'rayapti aka. 18 ga yo'qmi? Bo'lsin, xalqqa bo'lsin, necha pul? Aniqini ayting, ey. Aka, aka. Ayting dardini. 18 dan olsa beramiz. 18 dan olsa beraveramiz, ha? Yaxshi. Savdosini bersin, nomer qo'yib yuboramiz, shart emasmi? 95 612 13 73 raqamlariga bog'lanamiz. Zo'r, savdosini bersin. Yashang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akalar? Qadrdonlar bo'ylari kichkina bo'lsa-da, lekin yelkalari ochilib ketgan gibridmi bular? Gibrid. Nimaga gibrid? Sementalga gibrid mo'llar. Yaxshi. Necha bilan so'rashyapti? 18, 19, 20 atrofida so'rab turibdi. Yaxshi. Nomer beramizmi unga? Ya shart emasmi? Sotiladi, ha? Sotiladi. Savdosini bersin. Nomerni aytingizlar, berilsa. 99lik 544 4787. Necha oylik bular? 5 oylik. 5 oylik. Zo'r, savdosini bersin. Mana sherchani ozroqqa olamiz va akalar nargi tarafda katta ho'kizlarga boramiz. Aka, bu necha pul so'rayapsiz? Necha pul so'rayapsiz aka? 21 deb kam. 19 million bozor so'rayapti ekan, 21 million kami bor deyapti. Yaxshi. Savdosini bersin. Sal qoldi. Bugun bozorda ho'kizlar yomon hazillashyapti men bilan. Assalomu alaykum. Necha pul ekan boy bu bular? 23. 23 dan kami bor. 23 dan kami bor. Necha oylik? 4 oylik. Bitimizda ham ko'rsatib gapiradi, bizlar bitdi. O, Hamma yolish yo'q, ha? yolish yo'q bizlar. Gap yo'q managa, boy bu. Yo'q. Nima o'g'irlik qilamiz yo'q, jalarlik qilamiz yo'q. Sog' molni sotyapmiz bizlar. Gap yo'q. Yeb ichadi u. Gap yo'q. Yo'q. Yeb ichishga joy. 23 dan kami bor. Bozor so'ragani. Mana uni 20 million qilyapti, mana 18 million qilyapti. Mana uni 20 million, buni 18,5 million so'radi. Mana borini aytyapti akalar. Gap yo'q. Nomer beringizlar bitta. Yo'q, nomer Shart emasmi? 91lik. 91lik 187 187 50 09. 5009 raqamlariga bog'lanamiz. Zo'r. Savdosini bersin. Mana shu yerda juda katta sho'g'liklar bo'lyapti-da. Necha bo'l ekan bular aka? 20 dan kami bor. So'ragan necha pul? 30. 19 15 dan so'rabdi ekan. Zo'r.
Nechta so'rayapti? 13,5 million so'rayapti mana shu. Ey yaxshi. Zo'r. Qayerda? Assalomu alaykum. Aqsim aka charchaman. Bitta ko'chatlarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Nechta pul deyapsiz bular? Bular 17 dan baho qo'yapmiz. 17 milliondan so'ragan nech pul? 15,5 million so'rayapmiz. 15,5 million bozor so'rayapti. Yaxshi. Buni-chi? Voy aka buni nech pul so'rayapti? 14 buni so'rayapti. Yaxshi. Nomer bermaysizlar, ha sizlar? Yo'q. Savdosini bersin. Gibridmi aka? Gibrid nech pul aka? 20 million. 20 milliondan kami bor. So'ragani 33 so'radi. Zo'r. Dal yurishamiz. Ha, nech pul ketdi? 13 million baraka bo'ldi mana. Zo'r. Besha qo'chaga o'rnab berasan deb Voy aka nech pul so'rayapti buni? 11 million 300. 11 million 300 ga yo'qmi? Yaxshi. Nech pul qildi? 12 million so'rabdi mana shu. Yaxshi. Zo'r savdosini bersin. Voy aka nech puldan qilyapti bular? Ular jo'ra 10 milliondan so'rayapti, mana 11 million 200 so'rayapti. 10 million 11 million 200 nargisini so'rabdi. Yaxshi. Buni 11 million 200 so'ragan, yaxshi. Kelishtirib nech pul beramiz, Hammasini bir joyga. Kelishtirib beraman. Nomer beramizmi? Shart emas, ha? Savdosini bersin. Qadrdonlar, bitta pauza. Mana bu yerda katta o'kizlarga boramiz endi. Katta o'kizlar chiqaramiz, zo'rlari bor-da, nasibsa. Xo'p, keldik akalar. Nech kilo chiqdi bu? 280. Qancha? 280. Yaxshi. 380 kilo. Akalar, mana katta bozorga keldik, ho'kizlar yoniga. Aka, bu nech pul so'radi? 37 million bozor so'rabdi mana shuni. Jonivor, bo'ylarini qaranglar. Bitta terichasini tortamiz. Yengilgina demoqchi edim, afsuski bo'lmadi. Yaxshi. Qattiq teriga o'xshayapti-da. Qo'lgalashmadi. Aka, bu nima xurkadi bu? Oh, mashalloh, lekin yaxshi molcha ekan. Zo'r savdosini bersin. Dali yurishamiz, akalar. Nech pul savdo bo'lyapti? 605 kiloga qo'ygan. Yuqa tericha. Hozir birosa savdo bo'lgan, nimadir 7 beragan. Xo'p, 65 mingdan qadrdonlar 600 kilo joy viski pul sanalyapti mana shu o'kizimizga. Zo'r. Ochiqroq va aniqroq aytganimiz yaxshiroq. Yaxshi. Kimdan ekan bu akalar? Kimdan ekan? Qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi qorami? Mana bu qora savdo bo'lyapti, nasibsa baraka bo'lish arafasida turibdi ekan. Xo'p. Baraka bo'layotgan jarayonda olamiz, keyin nasibsa dalch ketamiz. Bo'lsa xalqqa bo'lsin, bo'layotgan bu giringni qingizlar. Aylantirmangizlar akalar. Nech pul baraka bo'lyapti? 32,5 bo'lsa baraka 10 so'm kamiga yo'q, gap bo'lyapti. So'raganichi? 200 ekan 32 million. O'lsin, gap yo'q. 200 ga. Real narxda aytaman, bunda o'tirmayman. Bo'ldi, siqni ham, kavobni ham kuydirmangizlar. 2 ga shunday bo'lingizlar, bo'ldi, barakani bosingizlar. Bitta bloger gapiga kiring qani, bo'lsa bo'lsin. Siz aytganingizni nima aytdi? Akam aytgani
Endi beringa reis. Bor baraka. Rais! 100 ming so'mga o'lib qolganingiz yo'q. Men prosta bir neytral odamman. 512 kilo chiqdi. 12 kilo skidga 5 kilo yapildi. 5 kilo keldi deyapti. Nima qiladi? 512 kilo keldi. 32 million so'm. Gapi. So'ramas. Ular baraka aytdi shuncha. Bor baraka. Yo'q. Bor baraka. Yo'q endi. Baraka. Beragi. 500 ming, 300 ming, 200 ming pulni hozir ko'rmayapsiz. Shundaymi? Diqqatsizki. 66 tortib beraman. 30 yarim million buni olmadi. Yana kerak o'zi. Ong baraka topsin, baraka topsin. Yaxshi. Bor baraka. Beringa Suhrob aka. Suhrob aka. Suhrob aka. Menga qarang. Nechi pul qoldi? Ditti chiroyli ayting. 32 yarim kamiga beraman. Bir Kamiga berolmaysiz. bir xarajatni o'tib beraman. Gapni eshiting. Men kelganimda Orif aka 31 million. 32 ham so'radi aytdim. Keyin asamni deyimda o'y. Yaxshi. Siz shu kelganimda Savdosini berasiz. 1 million. Keyingi ho'kizimizni ko'rsataylik. Mana keyingi ho'kizimiz vafshi to'qol variantcha. Endi to'qol degan shoxli yo'q deydi, lekin biz ochiqroq aytgan seryozni variantda-da. Aka nechi pul so'rayapti? 29,5 gacha bo'ladi. 29,5. 29,5 gacha mana shu ho'kizimiz boryapti. 32 million, 31 million, 32 millionga olmaganim bor. 32 million so'm chestakam savdochasi bo'lyapti. Yana ham 32 million 300 ming bo'lsa, ong deyapti bu. Endi biror nima. Ungacha demang. Og'a, ayting biror nimani bera. Siz aytgansiz 200 ming qo'shilib ketdi. Men aytganmisan. Siz aytgan. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'lmasam Lardi. Aka, olarman bu yoqma. Jazmanga 200 ming so'm pul hech narsa qilmaydi. Beringlar. Siqni ham, kabobni ham kuydirmaydi. Vidalni bilan qo'shib beramiz. Vidal Bo'ldi. Qur'oni akaga ketyapti. Mana ismi yo'q. Mustabakida. Aslan. Bitta narsada jazmanni ushlaganini ko'rish kerak. Osib ketgandi emas. Savdo bo'lyapti-da, buni savdo bu odam buni bilmaydi. Hozir buni keltirib-da. Siz ozroq savdo chaqib turing-da. Men ikkita shvetsiyani olaman. Biror nima qo'shsin deysizmi? Bo'lsa, baraka bo'lsin mayli. Aka, olayotgansiz ha, to'g'rimi? Savdo qilishayotgan yaxta. Bitta gapda 100 ming, 200 ming so'm hech qayerda qolmaydi. Men bir bloger neytral odam. Jazman ushlagan, olaman degan odamga 100 ming, 200 ming ko'ziga ko'rinmaydi. To'g'risi ko'ring-da. Bu yoqqa menga 200 ming tushib berdi. Bo'lsa, xalqqa bo'lsin. Men ham shuni xalqqa beramiz. Hay aka, biror nima agar ko'ringizlar. Xo'p, akalarimiz savdosini oxirigacha bitkazguncha biz mana bu shvitlar olamiz. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha pul so'rayapti aka? 55 million baho qo'yilyapti. Shvitga. Bermay turibsizmi? Necha pul so'ragani necha pul? 50 million. So'ragani 50 million. Zo'r so'rabdi. Aka 50 million so'rabdi. Gabi. Odis. Adalchi keyingisiga o'tamiz. Keyingisi mana ko'ring. Boy aka buni necha pul qildi? Nima degan yo'q. Narxi necha pul? Bozor pichi kam so'ragan, narxni ham bilmayman. Bozor ham istasa qimmat dedi, achcho'lanib turibdi, mayli. Assalomu alaykum. Qalaysiz aka? Yaxshimisiz? Nima so'rayapti aka? 35 bozor so'rayapti. Yaxshi. Ho'kizni qaranglar, lekin akalar gazli molcha ekan. Men o'zim bo'lganda olib qo'ygan bo'lardim.
akalar. Lekin molimiz o'dar. Вообще молодец. Terichasini olib ko'rsatamiz. Qalin teri, tortilishlari yaxshi, yuqa oladi hali ho'kiz. Lekin bo'yinlari ham uzun ekanda, buni qaranglar. Bo'yinli mol. Bozordan bo'yinli mol olsanglar yaxshi baraka topasizlar deydi. Aka, kelishtirib oxiri necha pul beramiz aka? 37. 30 necha so'ragan dedingiz? 35 so'ragan. Shuni 36 qilsak bo'lmaymi? Bo'ladi. 36 ga baraka qilib olamizmi? Mujiga. Bo'ldi, nomer beringda. 90 91lik birlik 555 555 4706 4706 raqamlariga murojaat qilamiz. Zo'ri faqat bizda. Ahmedov o'z kanalida. Mana bu yerda katta savdo bo'lib yotibdi. Olsak olaylik, nima bo'lsa bo'lsin. Bitta ko'rsataylik. Mana shu ko'zimiz savdo bo'lyapti. Boy aka nechi pulga chiqdingiz? Yo'q, bir 10 kilo o'tib bering deganim yo'qmi? Nechi pulga savdo bo'lyapti? 44 million savdosi bo'lib yotibdi. Nasib qilsa kelishtirib beriladi deb turibdi. Bu qiz yaxshi. Zo'r parodi. Qorni katta mol 44 million savdo. Zo'r, savdosini bersin. Hop. Ko'stimasin bugun bozorimiz avjida. Negaki savdo cho'tki bo'lyapti. Keyingi ko'zimiz. Mana. Akalar necha pul savdo bo'lyapti ekan shu? Mayli. Menga qara, ey. Shuni bilib, sen ziyonat qilmayapsanmi? Ziyonat qilmayapsanmi? Necha pulga chiqildi aka? Ha? Necha pulga chiqdi? 230 million. Bor bering. 200 kam 30 million. Men baraka beraman. Meni molim baraka bergansanmi? Ha, bor bering. Qaysi? O'rtadan foyda bergan, 200 kam 30 millionga savdo bo'lyapti. Xudo xolasa, baraka qilish arafasida turishdi. 30 million shu odamga tushyapti. Aka keng degan Zo'r. almashanma. Keyingi ko'zimiz bo'lsa xalqqa bo'lsin, necha pul savdo bo'lyapti? 32 million so'm naqd pul. Qo'yan taydi. Qolgan tayidami ustidami? Qo'yan taydi 32 million. Qolgan tayidi. Yaxshi. Yo'qmi? Sizga nima kerak? Menga millatga vrachga. Haloliga qachon chiqadi? Ha. Nima? Do'stim, harakat qilma. Necha pul dardini ayting-chi. Qancha? 30 berdi. Qaysi biriga aka? Aka, xalqni qiynamang bunday. Dardi 34 million ekan. 32 million 4 ta tuyoqqa sanab beramiz yani. Yaxshi. Savdosini bersin. Menga shuncha. Keyingi o'tkazimiz. Yo'qoterichi. Nechi pul ekan aka? 32 deyapti. 32 deyapsizmi? So'raganichi? Eshitaylikchi bir 27, 28. aniq variantmi? Ha. Bir xilla allaboryapti lekin. Yo'q, aka, mana odam 28,5 so'radi. Aka qancha so'radingiz? Necha pul qildingiz? 29 million. 29 million so'm aka. 29 million so'mga chiqildi. 29 ga yo'q mana aka. Oğlum gelin size yaxshi qo'ymagan ayniga salom Yaxshi, savdosini bersin. Bunisini ham ko'rsatamiz. Buni nechi pul? Puli? 25 beramizmi? 27 so'rab o'tiribdimi? Yuzga pulaga loyiq bo'lsaman, qanday kam to'laysiz? Endi nima qilay? Mana semizroq ekan, bu arriqroq ekanda. Buni 29-28 so'rayapti ekan, shunga qarab aytdim men ham. Yaxshi, 27 so'rabdi mana shu ko'zimizni, udar holatda zo'r. Savdosini bersin. Dars yurishamiz akalar. Keyingi ko'zimiz.
Oq tumshuqchalardan desak to'g'ri keladimi? Mana. Yaxshi. Nech pul ekan? Oy! Champul. Kami bormi? 34 million? 33 ekan. Hozir so'ragan nech pul? 30,5. Hozir 30,5 million so'rabdi. Yaxshi, savdosini bersin. Aka tinchmisiz? Ye, hazillashma o'ynanay. Men ham hazillashsam yomon bo'ladi. Nech pul so'rayapti? 32,5 million bozor so'rayapti uni. Arziydimi yo'q akalar? Zo'r. Xo'p, mana shu ko'zimizga yuzlanamiz. Bo'y baslari balandroq, jasadlari katta. 36 million so'm. 36 million so'm savdo bo'lib yotibdi. Mana bu yerda Rozimisiz? Topsinmi baraka? Deb bering meniki. shu akamizga ketyapti, xudo xolasa. Yo'q. Qo'ying. O'lchab bering meniki 66 ming so'm. Chorva mol bu. 66 mingdan o'lchab bering yoki oyoqlarga 36 million so'm so'rayapti. 36 aka? 36 million so'm. Top toza baraka. Harakat. Dedingiz nech pul aka? 40 million bo'lsa oldi. Ha 40 million o'tkizib ikkita shabor odam ham olmaydi aka, bering. Haqiqatan. Ha soting ye. Foydasi yo'q. Qazildan keyin sotasiz. Aka bozor qaytyapti, bering. Topsinmi baraka? Jazmandan qochma deydi-da. Ha. Savdosini bersin. Kimdan ekan bu? Egasi yo'q qo'xsha. Nech pul ekan bu aka? 30. Qayga borsam 30 deydi. Hech bo'lmasa 30,5 million deylar, nima deykan? 29,5 million dey. 29 million 700 ding qani? 35 etamanday bular. O ko'payib bitta Opel'lik stansiyaga sig'dira olmay qolasiz keyin. Ya. Bo'lishini hech pul bozor so'ragan. Men borki, bilmay 29 deb qo'yibman qadrdonlar, 27 so'rab qo'yibdi ekan buni. 27 million bozor so'rabdi ekan qadrdonlar, kelishtirib beramiz qo'shsa deyapti. Yaxshi. Boqmachalar. Savdosini bersin. Akamiz tolga xizan ho'kizlar olib chiqadi. Bilmayman nima bundacha. Tinchmisiz? 25 baho qo'yapti. 25 baho qo'yilyapti. 20 bo'lsa beramizmi? 21,5 22 dan o'tib ber deyapti. 21,5 22 dan o'tib ber deyapti. Yaxshi. Qo'shsa beraveramiz, ha? Mana, ho'kizlar narx tushganmi, nima deysiz aka? Fikr qoldiring. Rossiyadagilarga hammasiga salom. Yashang. Yashang. Kimga? Guji ham bor. Guji, charchama. Yaxshi. Joni sog' bo'l. Salom aytsan. Salomat bo'l. Kelaga endi ho'kizlar olyapti. Nech pul ekan bu oqi? 7 nechadan? Oqi nech pul oqi? Vaqt o'tdi deyapman. Ya kelishtirib ayting. 23 million deyapman, yo'q deyapti. 20 nech so'radi? 3 million. 23 ga bo'lsa bering menga ham olaman. O'zim mijoz. O'zim mijoz bo'laman 23 lar bo'layotgan. Pul yetmaysan. Shartami? Garantiya ham yo'q. Ha, o'zim olib ketaman. Yo'q. 26 million so'rayapman. Gap yo'q. Savdosini bersin. Mana yerda savdo bo'lib yotibdi. Ikkita qayerda boyi? Nech pul savdo bo'lyapti? 100 ming o'tib bering. Qaysi manami? Hay, nech pul? 100 kam 24 million. 100 ming 100 ming kam 24 million. Aka sizda sizda 100 ming so'm qolib ketmagan bo'lsang, siz qancha barakalar qilgansiz? Bartigiz sanki o'ldirsayman. Bor 24 million qoldi. Yo'q. Bor gap, yo'q. Bossang aka. Aka o'tirdingizmi? Yana. 24 million ketdi mana. 24. Bo'ladimi? Foyda qoldimi?
Bilmayman. Mana ular oling. Bo'ldi, olamiz. Nechi pul ekan bular? Aka men bunday qimmat qilishmasman aka. Bilaman. 24 milliondan xayrini qilib beraman. 24 dan xayrini qilib berasiz. Shuni aka. Bu oqdan o'lsa o'lik qimmat. Aka, mana mollar aka katta mol aka. Bu katta mollar Aka deyapti. chorva mollarda aka. Yaxshi aka. Ishini buzgan aka. Tish buzgan aka ular. Shuni. 24 dan xayriga birini o'tib beramiz. Aka o'tib beraman. Yaxshi. Nomer aytamizmi? 94 lik aka. 94lik 244 244 07 17. 0717 raqamlarga bog'lanamiz. Zo'r. Savdosini bersin. Keyingi mollarimiz. Boyaga qanday xormang? Nech pul deymiz buni? Aka buni 24 baho qo'yyapsiz aka. So'ragan nech pul? Bozor 21 so'rayapti. Alo. 21 bozor so'ragan. Ha, buga Bozor 21 ga bermay turibdi ekan, yaxshi. Bular nech pul so'rayapti aka? aka bular 50 deyapman kam bor. 50 kami bor. 25 dan qo'ydingiz baxon. Ha. Eggaga, mashallah. Zo'r savdosini bersin. Boy aka, buni nech pul deymiz? So'ramayapti. Bo'lmasam 20 millionga menga berasizmi? Nech pul so'rayapti? So'ramayapti. Did nech pul? Yaxshigina videoga beradi. 20 millionga beradi. Chiroyli qilib ko'rsatib bering. Endi qayerga boradi? Yaxshi, savdosini bersin. Boy aka nech pul deyapti buni? Ho'kiz o'g'irlab keldingizmi? Ha? Neydaga olmang deydi. Nech pul aka? Bu ham o'g'irlab kelgan ey. Unday emas. Kelaganmiz, lekin olmam kerak. Mayli. Nima bunda ey? Odamlar oldiga boraversam bunday qilaveradi. Issiqda charchagan akalar. Nech pul ekan ketyapti savdo bo'lyapti? Yo'q, bo'lmas. Boshqa. Nech pul da? Buni nech pul? Buma 23 million. 23 million deyapti. Yaxshi, savdosini bersin. Aka olayapman, video olmayapman? Yo'q deyapti. Olsam bo'ladimi edi? Mana aka. Bitta ana topildi. Ko'ngilli. Nech pul ekan? 26 so'ra aka. 26 million so'raganmi? Bermay turibsizmi? Yaxshi. 26 ga bermabdi ekan mana shu. Zo'r. Savdosini bersin. Qadrli yurtdoshlar, sizlarga ozmi ko'pmi? Baraka bo'ldimi? Ahmedobuz. Qadrli yurtdoshlar, ozmi ko'pmi? Sizlarga ho'kizlarimizni, liderlar, mujiklar narxini chiqardik. Ahmedobuz kanalidan uzoqlashmanglar hamda obuna bo'lishni unutmanglar. Zo'rlari faqat bizda chiqadi. Xudo xolasa, uzuk-uzot borishda davom etinglar. Chotkilarni chiqarib boramiz. Like'larni, podpiskalarni gumbillatib tursanglar, biz bu yoqdan chaqmoqni berib turamiz akalar.